bitta o'zimizga o'xshagan usta ukamiz nolyapti. Otamizdan qo'rq olmagan. Shuncha qiynalib shunaqa qurilishda o'zimizni qiynab ishlab yuribmiz. Shunaqa nima qo'r desam, qo'r endi aka bilasiz endi otadan deydi, farzandga deydi, mol mulk, mashina qolsa o'shani qo'r deydi deydi. Men qo'rligini nimaligini bilmayman qo'r dedim. Uka erkak kishi o'zi mehnat qilib o'zi topish kerak dedim. Nimaga deydi? Tug'ilgan yilingiz nechi desam 90 dedi. Oyishchi desam avgustda tug'ilganman aka, 20-avgustda. Dadangiz dedim 89-yil dedim, 11-iyun kunida dedim uxlab qolmagani dedim, kechqurun tunda uxlab qolmagani siz uchun o'sha dedim qo'r bo'ladi dedim. Takshto dedim. Shu hovli uylar bor ekan dedim, otangizdan qolgan dedim. Hovli uylar uchun rahmat deb bola chaqasiga yaxshi tarbiya berib o'tiring. Ota-onasidan o'rgandan keyin rozi bo'lib haqqiga duo qilaylik. Yaxshi emas unaqa fikrlar.